2 yilda ham cancel qila olmaydi. Застройщик 2 yilda ham uyingizni olib qo'ya olmaydi. Xohlasangiz hijriy qilib sotib olasiz. Unda ishtirok bermaydi. Qaysi pozitsiyada o'yinchisi deb o'ylaysiz o'zingiz? Men trenerman. Men necha yil 30 yildan beri $100 365 dirham. Lekin men Dubaydagi real estate agentlarni broker deb hisoblayman. Assalomu alaykum. Bugungi bizning mehmonimiz Jasurbek Mashrapovich bo'ladi. Assalomu alaykum. Qimmatbaho vaqtingizni ayamasdan bizni studiyaga kelib, shunchalik biz bilan suhbat qurmoqchi bo'lganingizga sizga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Avvalo taklif uchun rahmat. Kichkinagina mehnatimizni hurmat qilib chaqirib, shu podkastga taklif qilganlaring uchun avvalo rahmat. Biz bu ko'rsatuvimizda Dubay bozori va undagi o'zbek brokerlari, realtorlarining o'rni va o'sha jarayonlari to'g'risida biz yaqindan tanishga harakat qilamiz. Shu uchun sizni ko'rsatuvga chaqirishimizning sababi siz bizada tahlilimiz bo'yicha kuchlik 10 talikda turar ekansiz. Bu sohaga, ya'ni Dubayda real estate sohasiga kirib kelishingiz va bu sohada faoliyatingizni boshlashga nima turtki bo'lgan? Avvalo birinchi bo'lib kuchli 10 talik haqida gapirmoqchiman. Menimcha agar bozorda yaxshi o'rganilsa, kuchli 50 talikka ham kirmasam kerak, sababi o'zbek brokerlar juda ko'p. Keyin biz endi men social mediani ham yaxshi yurgizganim uchun ko'zlaringga tashlangan bo'lsam kerak deb o'yladim. O'zi aslida bozorda shunaqa realtor agentlari bilaman. Dubayga kelib 20 yildan beri shu sohada ishlayotganini bilaman. Real estate sohasiga kirib kelish soham o'z umuman raqamlarga, bu qurilish sohasiga, realtorlik sohasiga umuman nomutanosib sohadan kirib kelganman. Bu ham o'ziga yarasha sabablari bo'lib, takliflarga binoan bu ham bo'lgan. Sababi o'sha bilasizlar, men oldingi faoliyatim Dubayda sartaroshlik qilganman. 2012-yili 13-avgust kuni kelganman. Qarang, mana 14 yilga qarab ketyapti. Kelganimdan keyin uzoq yillar davomida sartaroshlik qilib ishladim. 2020-yilda sentyabr oylaridan shu real estate sohasiga o'sha meni bir klientim bo'lgan, sochini olardim. O'sha insonning talabi va iltimosiga binoan o'sha insonning propertylarini, o'sha Dubaydagi nedvижимостьlarni o'z aslida boshqarish uchun o'tganman. Shu fursatdan foydalanib o'sha insonga o'z minnatdorchiligingizni bildirib qo'yishingiz mumkin. Hozirgi kunda ustoz deyman insonda. Hozirgi kunda ham o'sha harakat qilaman. Insonni ham nedvижимостьlarni yoki undan tashqari juda ham hozirgi kunda mijozlarimiz ko'p. Juda ko'plar xursand lekin mehnatimizdan. Hozirgi kunda o'zingizni yetuk broker sifatida qara olasizmi? Qaysidir застройщик sohasidan olib qaraganda, masalan, qaysidir quruvchi tomonidan olib qaraganda bo'lishi mumkin. Masalan, men ko'proq e'tiborimni Dubai Holdingda proyektlarga qarataman. Dubai Holding bilasizlar qanaqa katta tashkilot, yaxshi tashkilot deganda, endi ularda har doim premium mahsulotlar. U ko'proq vaqtimni o'sha yerda o'tkazaman, ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishga harakat qilaman. O'zi real estate sohasida anaqa odamni urovingga ajratadigan bo'lsangiz, bu nima desam ekan, har bir sohani o'zini mutaxassisi bo'ladi. O'zini mutaxassisi bo'ladi. Lekin real estate sohasida ikkita toifa bor, bilasizlar. Birlamchi, ikkilamchi bo'ladi. Men masalan birlamchi sohasidaman. O'sha quruvchidan, endi qurilish boshlanayotgan quruvchidan sotaman. Lekin ikkilamchiga masalan bor, sotish uchun mahsulotlarim bor, lekin meni urovinim o'sha o'ta baland deb hisoblamayman. Lekin agar Dubai Holding, Naxil, Miras, Dubai Properties mahsulotlari bo'lsa, yetarlicha ma'lumotlarga egaman deb o'ylayman. Qanchalik urovingga egasiz degan savol beryapsiz. Men uroving demayman, muhabbat bu. Dubai Naxil, Mirasga muhabbat nimaga? Chunki o'zingiz yoqtirgan narsa, o'zim yoqtirgan narsa bo'lgani uchun odamlarga ham tavsiya qilaman. O'sha narsani yaxshi ko'rganim uchun o'sha narsani mukammalli, imini mana shu Dubai Holding. Qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz eng zo'r narsani yaxshi ko'rib qolishni? Men real estate sohasiga kirib kelganimga u juda ham ko'p bo'lgan yo'q, lekin kirib kelganimdan beri bitta narsaga amin bo'ldim. Studiya sotish bilan Miras Naxildan villa sotishni harakati bir xil. Navbatdagi savolimiz, broker deganda nimani tushunasiz? O'zi broker asli olib qaraganda o'rtada turadigan insonda o'zi aslida. Lekin men Dubaydagi real estate agentlarni broker deb hisoblamayman. Agentlarni broker deb hisoblamayman. Chunki Toshkentda bo'lishi mumkin broker, Farg'onada bo'lishi mumkin, O'zbekistonda bo'lishi mumkin, lekin Dubayda broker deb hisoblanmaydi. To'g'ri, broker deb hisoblanadi, lekin
Dubaydagi brokerlarni biladiganlari, o'sha kallasidagi ma'lumotlari tubdan farq qiladi. Bu advisor desa, tavsiya qiluvchi. Brokerda qanaqa jihatlar bo'lishi kerak? Broker avvalo yurist bo'lishi kerak. Yurist. Qonunni yaxshi bilish kerak. Qonunni yaxshi bilish kerak. Keyin bozorni yaxshi o'rganish kerak. Bozorni tahlil qilish kerak. Bozorni tahlil qilish uchun lokatsiyalarni yaxshi bilish kerak. Joylashuvlar. O'zi real estate sohasida sotuvchi ikkita narsaga ahamiyat beradi. Sifat emas. Bu sifat u xohishi. Sifat darajasi Dubayda yuqori bo'lgani uchun o'ziga yoqqanini oladi. O'zi asli birinchi darajada lokatsiya, ikkinchisi narx. Men shunaqa hisoblayman. Hozirgi paytda brokerlar sotayotganda bu albatta broker xaridorning qalbiga yo'l topib kiradi va uni o'sha investor qilib hisoblab, yo'lmasam o'zi foydalanuvchi hisoblab, undan pul olib turib, u investitsiya qiladi. Masalan, endi qanchalik to'g'ri bo'ladi, proyektni sota olib bilish bor. Bu marketingda-da, misol sotib berish bor, misol narsani sotib berish bor. Qachonki agar sizga balkim uni qanaqadir jihatlarida kamchiliklarni ko'rib turgan bo'lsangiz ham, lekin siz sotib beryapsiz u narsani. Qanchalik to'g'ri bo'ladi, oluvchiga nisbatan haqqoniylik. Mana o'sha aytganimdek broker bor, advisor bor-da. Broker bu o'rtada turadi. Xatosi bormi, kamchiligi bormi, u o'ziga havolasi, oluvchini o'ziga havola deydi. Sotuvchi to'g'risida, sotuvchi ham, oluvchini ham o'rtasida broker. Olib keladi, aka mana shu bor deydi, masalan, Toshkentda deylik, reklama e'lonini tarqatadi. U reklama e'lonidan klient chiqadi, ko'radi, boradi, mana shu uyim bor, kvadrat moncha, narxi moncha deydi. Bu broker bu. Lekin advisor degani bu loyihani o'qib bilib, ertaga bu loyiha nima bo'ladi? Bu loyihaning atrofida nima bor? Ertaga bu loyihaning narxi qanaqa bo'ladi? Nima imkoniyatlar beradi bu uy? Masalan, sotib olayotgan odam. Shuning uchun men to'g'risi agar klient yutkizish anaqasida bo'lsa, masalan, bu loyihani olasanda yutkizasan degan tushuncha bo'lsa, men qaytaraman. Yo'q, tushuncha umuman bo'lmasa-da, bu narsani sotishingiz kerak. Tushuncha yo'q. Bu to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, yo'q, noto'g'ri bo'ladi. To'g'ri bo'ladi. Unda raqamlarga qarayman. Sababi broker bo'lib turib, investitsiya qilayotgan inson to'liqonli sizga ishonadi. Ishongandan keyin siz ularga to'g'ri lokatsiya aytganingizdek, to'g'ri sifatli uy va u pulini ichida nima sotib olayotganini tushuntira berish, bu professionalizm deb o'ylayman. Sababi aytganingizda saleslar borda, просто sotishi mumkin. Bugun nima qilib bo'lsa ham sotish kerak. Lekin bu yerda jabr ko'radigan bu investor yo'qmasa foydalanuvchi bo'lib qolishi mumkin, xaridor bo'lib qolishi mumkin. Endi faoliyatingiz davomida agar siz shu kungacha brokerlik sohasini 3 ga bo'lsangiz, qaysi sifatlarni bo'lgan bo'lardingiz? Birinchisi kirib kirish. Iloji boricha bir kunda ikkita quruvchi tashkilotga borardim. Ma'lumot yig'ardim, o'rganardim, nima, qanaqa. Ikkinchisi ma'lumotlarni qanaqangi tarzda yetkazib berish. Sizda ma'lumot bor, lekin uquv yo'q, uni yetkazib bilish ham bu albatta san'at. Keyin oxirgisi u kelajakda masalan loyihalarni analiz qilish, tahlil qilish. Brokerlik faoliyatingizda bilamiz, Timurland Real Estate kompaniyasini bosh direktori hisoblanadi. Real Estate bo'yicha savol-javob qilyapmiz. Shu o'zlarini brokerlik faoliyati davri davomida bular nechiga bo'lishini, birinchisi kirib kelish, ma'lumot yig'ish, ikkinchisi connection hali mijozlar bilan bog'lanish. Mijozlar bilan bog'lanish. Chunki sizda ma'lumot bor. Albatta. Endi mijoz bor. Oxirgisi tavsiya. Mijozga to'g'ri tavsiya bera bilish. Sizdagi bor mijozlar bilan ishlash desak, mijozlar bilan ishlash, to'g'ri. Sizda ma'lumot ham bor, produksiya ham bor, klient ham bor. Oxirida uni klient xohishlaridan kelib chiqib, nima xohlayotganini o'rganib chiqib tavsiya. Faoliyatingiz davomida, brokerlik faoliyatingiz davomida sizga nisbatan eng qiziqli savol. Bu menimcha ko'pchilikka qiziq bo'ladi bu savol. Hozir aytadigan bo'lsam, juda ko'p agentlar bu narsani bilmaydi. Застройщик sizga sales offer beradi. Quruvchi tomonidan sizga o'sha uyni chizmalari taqdim qilinadi. Taqdim qilingandan keyin meni klientim shunday olganda, hali chizilgan raqamlar bo'yicha uyni kvadraturasini hammasini bir-biriga qo'shib chiqqanda, keyin menga jo'natgan. Quruvchi tashkilot masalan 80 kvadrat deyapti, bu odam 75 kvadrat deyapti yoki yana ham kamroq 70 kvadrat.
10 kvadrat haq ochib ketyapti deyapti. Bular deyapti noto'g'ri yozgan bat. Relocation manager deydi haligi biz ishlaydigan menejerlar. O'shunga u menejer ham bilmas ekan. Men uchun ham yangilik bo'lgan, qiyin bo'lgan, o'ta qiyin bo'lgan bu haqida ma'lumot olishga. Developer bor, zastroyщик bor, quruvchi bor. Developerdan keyin o'sha quruvchiga telefon qilishib, chizmalarda nima uchun bunaqa Chizmada 75, o'zi 80 ga pul to'langan. Ha. Keyin uni aniq qilishganda, masalan, bedroom deyiladi. Bedroom deganda, buni ochib qarasangiz, bedroomda masalan 3 10 qilib qo'ygan bo'ladi. 3 10 u devordan devorgacha bo'lmas ekanda. Faqat u mana kravat yonidagi ikkita telefonlar qo'yadigan tumuchka. Undan keyin yana ozgina joy qoladi bar devorgacha. Mana shu masofalarda ular oladi. Masalan, living room deydi-da, living roomda karpet, mana gilam solinadigan joyda o'zini anaqa berishar ekanda, devordan devorgacha bermas ekan. Uyning ichiga kirganda devordan devorgacha o'lchasa bu boshqacha razmer chiqadi. Bu lekin chizmada bular zastroyщикlar boshqacha. Biz uchun ham juda ham qiziq ma'lumot bu, albatta. Biz uchun ne только sizga, bizga ham. Keyin masalan oshxona deydi, kitchen deydi, mana chizib qo'yadi. Paytdan paytgacha muncha kvadrat. Lekin oshxonani devoridan bu devorgacha olsangiz, juda katta tafovut bo'ladi. Nimani hisobiga? Oshxonani bilasizlar, bitta jihozi bilan beradi. O'sha jihozlar turadigan joyda chizmada aytmas ekan. Chunki bular devordan devorgacha olmas ekanda. Sizni oyoqda yuradigan joylaringiz, qismlaringizni aytar ekan bular. Hozirgi kungacha faoliyatingiz davomida, brokerlik faoliyatingiz davomida agar siz yoningizga investor kelib turib, eng kami nechta bilan investitsiya qilsam bo'ladi deb savol bersa, nima deb javob berardingiz? Kirib bir xonali, eng minimum kichkina bir xonali olib kirib, kelajakda 30-35% bitganda sotaman desa, mabodo investor bitganda sotaman yoki bitganda arendaga beraman deydigan bo'lsa, men aytgan bo'lardimki, $500,000 bu uyda narxi bo'ladigan bo'lsa, 10% birinchi to'lov 10%, 4% bo'ladigan bo'lsa, o'sha 500,000 ni 14% bilan birinchi to'lovni qilib kiradi, keyin har 6 oyda 10% lik to'lov bilan 3 yil davomida to'laydi. Keyingi savolga o'tamiz. Hozirgi kunda Dubayda eng statusli ko'chmas mulk qayerda? Yo, bu status beradi. Uy sotib olsa, o'sha status beradi. Bulgari bor. Bulgari oroli bor. Buni kichik ko'pchilik biladi. Bulgariyada hozirgi kunda kimlar yashayotganini ham bilamiz. Dubayda kelajakda 5 yilda qaysi aynan lokatsiyalarda bozori markazi bo'ladi? Dubai South. Dubai South. Chunki davlat o'zi pul tikyapti Dubai South. Agar premium lokatsiya desa, Palm Jabalali. Chunki hali uxlayapti. Palm Jumeiraga taqqoslaydigan bo'lsangiz, villalarning narxini o'sganini taqqoslaydigan bo'lsangiz, Palm Jabalali uxlayotgan ajdar degan bo'ladi. Uxlayotgan ajdar. Nima uchun aynan hozir Dubayga investitsiya qilish kerak ko'chmas mulklarga? Nima uchun? 3 ta javobni aytaman. Birinchidan налог yo'q. Ikkinchidan stabil narxlarda o'sib borishi. Uchinchisi Dubayda ekonomikasini bir xilligi. Mana necha yil, 30 yildan beri $100 365 dirham. Nima uchun hozir, nima uchun keyin, nima uchun oldin, bular hammasiga javob bitta. Oldin nimaga investitsiya qilishgan, hozir nima uchun investitsiya qilishgan, keyin nima uchun investitsiya qilgan. Bular hammasi bitta o'sha. Stabil ekonomika, налогni yo'qligi oldi sotdida. Dubaydagi eng luxury 3 ta застройщик aytib bering. Zo'r застройщик bu Miras. Ultra luxurysi ham bor, cho'ntay bopi ham bor. Eng qimmat uyni sotgan застройщик deb hisoblaydigan bo'lsak, hozirgi kunda endi Bingati bor, qimmat uy sotgan. Keyin Nahil bor, 500 million dirhamni Como Residence Palm Jumeirada. Top eng oxirgi etaji 500 millionga. Rekord hali buzilgan yo'q. Miras, Amniyat, uchinchisiga juda ko'plab deylik. Qatlamlarda boy emas deylik, keyin o'rta hol bor, keyin boylar bor. Keyin multimilliarder, o'sha dash. Boylar hozir aynan недвижимость, misol uchun ko'chmas mulkka qaysi lokatsiyalarga pul tikyapti? Palm Jabalali. Jabalaliga. Palm Jabalali bilan Dubai Island. Nima uchun? Chunki boy odamlar uyda olgandan keyin oilamga deb olib qo'yadi, borganda dam olaman deb olib qo'yadi. Suvni bo'yidan oladi ko'pchilik. Suvni bo'yidan oladi. Dubayga nima uchun keladi? Ko'pchilik suv uchun keladi, dengiz. Shuning uchun Palm Jabalali bilan Dubai Island. Bu savol brokerlarga ham tegishli. Futbol jamoasi deb oladigan bo'lsak, siz aynan
qaysi pozitsiyada o'yinchisi deb o'ylaysiz o'zingizni? Men trenerman. Trener o'ynamaydi bilasiz, сделка qilmaydi trener. Hozir bilasiz, har doim сделка qilsam akamning nomidan chiqaraman, bilasiz. Sol deb turib akamning rasmini qo'yaman har safar. Kelajakda o'zingiz kompaniyangizni dunyolari boshqa davlatlarida, dunyoni boshqa davlatlarida ham ko'rasizmi? Agar ko'rsangiz, u qaysi davlatlar? O'zbekistonda ko'rishni xohlayman. Quruvchi sifatida. Chunki men Farg'onaliman, bilasiz. Farg'onada hozir Eco City degan joy bor. Eco City hozir uxlayapti mana shu joy. Shunaqa aeroport yonida. Prezidentimiz kelib ketdi-yu, yangi aeroport qurilishiga anaqa loyihaga start berib ketgan. Aeroport yonida o'sha Eco City degan joy bor. Hali bo'sh turgan yerlar juda ko'p. 16 etaj yoki 15 etaj, 14 etaj shunaqa qilib yer olib uy qurib sotmasdim. Hamma o'sha kvartiralarni ijaraga berish uchun men Dubaydagi anaqani qilgan bo'lardim. Полный мебелированный uylar, studiyalari мебелированный, lekin bir xona, ikki xona, ya'ni ikki xonaliklari mebelsiz bo'lardi, chunki unaqa odamlar o'zi mebel bilan. Shunday qilib O'zbekistonda ko'raman. Timurlandni O'zbekistonda. Boshqa davlatlarga? Boshqa davlatlarga yo'q. Yo'q. Chunki biz ikki dona o'g'il biz, akam ikkovimiz. Ikkalamiz shu yerda. Ikkovimiz ham birgamiz. Keyinchalik zo'r bo'lib ketsa ham Dubay, O'zbekiston. Qarang, biznesda endi sizni как rahbar sifatida aytaman. Biznesda ko'pincha aytadiki, akangni olma, tog'angni olma, jiyaningni olma, undan qattiq talab qilishing qiyin bo'ladi deydi. Siz aynan aka bilan boshlashingiz, aka bilan bir ishlashda qanaqadir to'siqlar bo'lganmi yoki qanaqa kelishmovchiliklar? Endi aka ukada biz yoshligimizdan bo'ladi-ku, rosa. Tortishma bo'ladi, конечно, tortish. Kompaniyada. Tortishasiz, boshqa qilasiz. Gaplar bitta joydan chiqmay qoladi. Bu tabiiy holat, bu ish bu. Uydan chiqib ketayotganimizda, masalan, mashinaga o'tirib ketdikmi? Biz уже ikkovimiz ham o'sha kompaniyani realtor bo'lib qoldik. Xodimimiz. Biz u aka-uka degan tushuncha уже uyga kirganimizdan keyin uyga keldingmi? O'zingga nima qildik? Shiqchi ovqatlanamiz deb u aka-uka o'shanda. Lekin bir-birimizni juda yaxshi qo'llab-quvvatlaymiz. Akam bilasiz, buxgalteriyani bitirgani uchun hamma hisob-kitoblar akamda. Marketing ham akamda. Men endi akamning ingliz tili yo'q bo'lgani uchun men ko'proq yevropalik klientlarga marketingni ham ko'pincha biz Yevropaga qilamiz. Shuning uchun ingliz tili. Bu sohaga kirganingiz, hayotingizni brokerlik sohasiga kirganingiz hayotingizni qanchalik o'zgartira oldi? 180 gradusga o'zgartirgan. Moliyaviy jihatdan ham, hamma tomonlama. Insonni haligi o'sish bo'ladi-ku, masalan, hamma o'zini masalan sohasida ishlasa ko'tarilish kerak. Hamma harakat. Biz ayniqsa bizda o'zbeklarda любой soha ofitsiant bo'lib kirib, 2 yildan keyin qarasangiz restoranda menejer bo'lib, menejer hech bo'lsa haligi staff menejer bo'lib yurgan bo'ladi. Bizda ham xuddi shunaqa. Hozir ham masalan harakat qilamiz, o'sish anaqa qilishga bir-birlar bilan yaxshi. Aynan nimadan siz o'zingizga motivatsiya olasiz, ruhlanasiz? Ota-onamdan. Ota-onani duolaridan. Ota-onam har kuni olasiz, keyin сделкаlar yopilaveradi. O'shalarni xursand qilish uchun harakat qilaman har doim. Ish mobaynida hozir kungacha qilgan eng katta xatoyingiz? Kompaniyamni kech ochganim. Kompaniyani kech ochgan. Savollar boshlayman. Ko'proq kompaniya qanchalik boshqa kech chiqaradi. Oldingi ishlagan kompaniya, bilasizlar, albatta agentlar 50 yil ishlaydi. Kompaniya sizga ishtima bermaydi. Siz klientni olib kelasiz, uyni sotasiz, lekin o'rtada pulni arra qilasiz. Shuning uchun men endi bu ochko'zlikka kirmasin, lekin men shu real estate sohasiga kirib kelganimdan beri qilgan xatoyim yana bittasi, ofisda o'tirib vaqtni bekorga o'tkazib yuborganman. Brokerlik sohasi hayotingizda, sochi o'zingiz ishni hayotingizga qanaqadir ta'sir qiladimi? To'g'ri, sizda biz aytamizki, agar o'zingizning biznesing bo'ladigan bo'lsa, sen o'zing xo'jayinsan deydi. Lekin bu narsani tagida 2 barobar ko'proq ishlaysan-da, birovga nisbatan o'zingga bo'lgani uchun 2 barobar ko'proq oilaga ko'proq vaqt ajrata olmay qolasiz. Shu narsani qanaqa yengasiz siz? Oilamga ko'proq vaqt ajratishga harakat qilaman. Shanba bozor men oilam bilan bo'laman. Kerak bo'lsa 100 kilometr uzoqlikdagi restoranga borib ovqatlanib, mana Umulqo'yimga kechani o'tgan hafta shanba kuni Umulqo'yimga borib 107 kilometr bir tomoni borib ovqatlanib. Men oilamga yaxshi vaqt ajrataman. Ertalabda o'g'limni maktabga o'zim tashiyman. O'zi transportationi bor, lekin o'zim tashiyman.
bu menga erta turish erta turishimmi, Da. 7 ko'chaga chiqishimmi, keyin o'g'lim bilan birga gaplashib boshqa qilib, haligi tashab kelib, yo'q, oilamga ta'sir qilmaydi. Qaytanga kompaniya ochganimdan keyin mas'uliyatlar ko'p. Ana mana shuni aytmoqchiman. Ayolim ham ikkovimiz birga ishlardik. Hozir ayolimni ham ishlatmayman, farzandlar Hozir tarbiyasi. sohaga kirganingizga qancha bo'ldi? 2026 yil bo'ladi. 6 yil bo'ladi. 5 yil oldin o'zingizga qanaqa savol bergansiz? Chiqib ketsammi bu sohadan, o'zim men eplanamanmi bu sohani yoki chiqib ketmasammi deb savol berganman, maslahatlashganman ham oilam bilan. Hozir menimcha hozir yurgan juda ko'p real estate agent bolalar tinchgina oylik ishga kirib ketsammi deb yuribdi-da. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Kirganimdan keyin 6 oydan keyin. Musofirchilikda bilasizmi, bitta narsa bor, endi hammamiz musofirchilarimiz. Vaqt bilan baxt bor. Bular qanchalik bir-biriga bog'liq va vaqt nima-yu, baxt nima? Baxt menimcha eng zo'r narsa xotirjamlik bo'lsa kerak. Ichki Sakinat. Sakinat. Haligi vasvasaga tushmaslik, ertaga nima bo'ladi demaslik. Vaqt bu menimcha haligi kesib oladigan pichoq deb o'ylayman, chunki vaqt ketdi. 15 minut oldin shu narsani qilganda qani edi deb qolasiz-ku. Yasha. Sizni atrofingizdagi insonlar sizni nima deb eslashini xohlaysiz? Do'st deb. To'g'risini gapiraman, lekin juda ko'p odamga to'g'ri gap yoqmaydi-da, dili og'rib qoladi. Shuning uchun Qachondir ham to'g'ri xato qilganmisiz? To'g'ri xato ko'p qilaman. To'g'ri xato qilasiz. Xato qilganim keyinchalik to'g'ri bo'lib chiqadi. Nima uchun brokerlar o'zini komissiyasini yashiradi? Yo'q, yashirmaydi. Bu narsani bemalol ochiq oydin ko'rib olsangiz bo'ladi. Applicationlar bor, kirib Dubai Rest App degan application bor. Ko'rsatsalar ham bo'ladi. Menga chiqqan. Albatta qo'yamiz. Dubai Rest Appda aytyapman. Juda ko'p investorlar, ya'ni ayniqsa o'zbekistonlik investorlarga agentingizni tekshirib olsangiz bo'ladi. Sizga uy tavsiya qilayotgan agentni kimligini o'sha Dubai Rest Appga kirib, to'liq ismini bitta yozsa chiqarib beradi. Albatta biz tagida qoldiramiz. Bu sizga ham, xaridorlarga ham bu juda ham asqotadi. Masshtabdagi application bu. Klientni duosini olish degani bu foyda degani. Mana albatta. Ikkita сделкаdan oldingi сделкамda mana uy sotdimi, klient telefon qilyapti. Kechki payt 8lar. Jasur deydi, "Sen uyga kelgin" deyapti. Bo'ldi, boraman dedim. Kelsam, shunaqa holat District 1da Lagoon Views degan, mana ko'pchilik biladi, bitta mana shunaqa shapaloqdek loyiha, qolgan hammasi villalar и pas. Keyin Burj Xalifa shunday ko'rinib turadi. Keyin balkoniga chiqib gaplashib o'tirdik. "Rahmat uka, tanjoning sog' bo'lsin, yomon narsa tavsiya qilmabsan" dedi. Bu o'zim uchun ham motivatsiya, klientim ham xursand. Ertaga u klientim kimgadir tavsiya qiladi. Chunki bunaqa uy olganda o'rtog'i ham qanaqadir uy oladigan odam bo'ladi-da. Albatta. Nazarda tutyapman. Kelajakda Dubai emas, Birlashgan Arab Amirliklarining qaysi emiratlari ko'chmas mulklari juda ham yana kuchayib ketadi? Abu Dhabi, Ras Al Khaimah. Nima uchun? Ras Al Khaimah kazino ochilayotgani uchun. Eng turistik rayon, butun ruslar, Xitoy, Yevropa, bular hammasi Ras Al Khaimahga. Faqat turist bo'lib Ras Al Khaimahga keladi dam olgani. Dubai o'zini statusini yo'qotmaydi. Dubai statusi ham shunday qoladi. Keyin masalan, yashash uchun Abu Dhabi bo'lib qoladi. Yashash Abu Dhabi. 10 yildan keyin Abu Dhabi xuddi Dubai bo'lib qoladi. Chunki hozir Abu Dhabida tikayotgan puli, o'zi uchun tikayotgan puli u juda ham katta masshtabda pul tikyapti. Disney kelyapti mana. Disney 3 ta bor xolosmi? 3 tami 4 ta bor xolos. Dunyo bo'yicha adashmasam shunaqa. Dunyo bo'yicha shu Osiyoda Xitoyda bor xolos adashmasam. Shu yaqin sharqda Abu Dhabida bo'ladi, ya'ni eng kattasi bo'ladi. Katta effekt beradi. Hozirgi brokerlarga maslahatingiz? Ko'proq ma'lumot o'qishsin. Yo'q narsalarga. Men endi hammasini bilmayman-ku, o'sha social mediada ko'zim tushib qolayotganlari u ham asli xato emas. Xato gap gapirmayapman. Ular hammasi harakatda, hammasi mehnatda. Yana ham masalan reels, masalan 10 minut reels ko'rmasdan o'sha ertaga masalan klientim kelyapti, yo ertaga klientga telefon qilaman deydigan klientiga uy vazifa qilib tayyorlab olsin. Hech bo'lmasa klientini tayyorlanib ko'radi. Hech bo'lmasa klientini oldida ham sal chiroyliroq ko'rinadi, professionalroq ko'rinadi. Shunday. Hech bo'lmasa broshura o'qisin, 10 minut o'qib tugatadi broshurani. Tushunmasa, zastroshnikka aytsa, ruschasini tashab beradi. Albatta. Yana ham tushunmasa, shuni kopirovat qilib ChatGPT ga tashlasa, tarjima qilib beradi. Hech bo'lmasa ChatGPT ga yozib mash loyiha haqida menga gapirib ber deb turib o'qib, o'rganib klientning oldiga borsa, ertaga o'ziga ham
klientga ham ma'qul bo'lardi. Keyin o'qib chiqqandan keyin bu to'g'ri kelmas ekan u. Timurlan Brokerskiy kompaniyasi, real estate kompaniyasi eng o'ziga yoqadigan va eng успешный proyektini qaysi deb aytadi? Nadal Garden, Aha. City Walk, Chris Lane mana oxirgisi launch bo'layotgani. Keyin Palm Jabal Ali. Bu eng zo'r yopganingiz bu. Shularning ichida yopganmiz. Ha. Eng yoqqanini ayting shuni. Eng yoqqani. City Walk. City Walk. Ha. 3 xonali 3 xonali. yopganman. Aha. Bitta zdaniyada 3 dona unaqa kvartira, boshqa yo'q. Juda ham. Bitta Ma'lumotni o'rnatib tagida yozib ketaman. Aka $1 million olganlar. City Walk Chris Lane bu 5 yulduzli mehmonxonani konsepsiyasi faqatgina residential. Oh. Lekin valet parking bor. Masalan, kaltingiz berasiz, valet parking. Endi hozir loyihani tushuntirishga o'tib ketib qolmaydi. Lekin eng yoqqani shu. City Walk. Endi eng yoqmaganini ayting. Bir xonali uy sotganman bitta belgiyalik klientimga. Aha. Arjandan. Aha. Endi ikkinchi etajga ko'tarildi-da. Men shundan rosa qo'rqyapman. Xavotir olyapman. Klient kelib qolsa, ko'rib qolsa. Mana imminni mana shu bo'yicha savol bermoqchi edik biz. Broker uyni sotishmi vazifasi yo mijozga sharoit va uy yaratishmi yoki uni investitsiyasini to'laqonli uni boshqarib turishmi? Mani vazifam mendan oladimi, mendan olmaydimi to'g'ri ma'lumotni berib, ertaga baribir ertaga aniq bo'ladi-ku. Nima olganini biladi-ku. To'g'rimi? Masalan, sotdik, apple sotdik deylik uy, klient ertaga nima olganini biladi-ku, baribir oyda erta bilan yopib bo'lmaydi. O'shuning uchun meni vazifam to'g'ri narsani tavsiya qilib, to'g'ri narsani sotish, xursand bo'lgandan keyin ertaga o'sha narsani periperaja qilish yoki uni o'rtalariga ham sotish. Har bir mana bu ma'lumot bo'rin aytaman, broker investor kelgan investor pulini to'laqonli agar ishonib topshirsa brokerga, broker uni o'z davomida aylantirib va investorga o'z davomida foyda olib kelish. Endi birgalikda bo'ladi buni. No, albatta, chunki investor avvalambor brokerga ishonadi. Sababi chunki investitsiya qilayotgan joyini anaqa investordan yaxshiroq biladi-da broker. Ana o'sha uchun yo bu yoqda o'sadi, bu yoqda o'smaydi, shu turish uchun. Biz ko'pincha guvoh bo'lib qolamiz, bu narsani aytmasdan iloji yo'q. Cancel bo'lganda pulim qaytadi deb o'ylaydi. Mana shu to'g'risida gapirib bersangiz. Penalti to'g'risida gapirib bersangiz, shtraflari bor kechiksa. O'sha to'g'risida gapirib bersangiz. Cancel bo'lish qaysi protsessdaligiga bog'liq. Masalan, ayrim застройщиклар bor, hattoki booking amount avans to'lagan bo'lsa, masalan, shunaqa quruvchilar bor, ayniqsa Meras Nahil. Ular quruvchi uy sotishni chiqarishdan oldin klientlardan interes yig'adi. U klientni jiddiyligini bilish bilmasligi uchun. U pul qaytadi 100%. EOI deydi. EOI. U pul 100% qaytadi. Agar olmasa, menda ko'p bo'ladi. Klientga masalan uy ham chiqadi. Uy ham chiqib turib ko'radi. Yo'q, menga yoqmadi bu deydi. U pul qaytadi. Lekin bu muddatlar to'g'risida ham gap o'ting. Bir oy. Bir oyda o'zi pul qaytadi. Bir oydan 2 oygacha qaytadi. Bir oydan 2 oygacha pul o'sha EOI berganini qaytadi. Quruvchi tashkilotiga qarab. Keyin booking amount bor. Booking amount qaytmaydi. Juda ko'p quruvchilarda qaytmaydi. Lekin davlat quruvchi tashkilotlarida qaytadi. Mahil Merasda qaytadi. Ana qo'l qo'yib bo'lgandan keyin booking, ana masalan 5% to'lab booking qildim deydi, booking form keladi, booking formga qo'l qo'yadi, lekin u summa qaytadi. Echinishda ham qaytadi. Menda bo'lgan bunaqasi. Mana bu ma'lumot o'rnida aytaylik, bu narsa qaysi departamentda bo'ladiganlarini birdan bir aytdilar. Davlat qurilish kompaniyalarida bo'lar ekan, lekin bu частныйlarga mutlaqo to'g'ri kelmaydi va qaytishi 99% haqiqat emas, qaytmaydi. Yo'q, booking ko'p застройщикларда qaytadi, lekin qaytdan qaytmaydi. SPA degan narsa bor. Bizda kadastr hujjat deydi. Kadastr hujjatini olgandan keyin qaytmaydi. Davlat korxonalari. Davlat korxonasida ham qaytmaydi. 20% to'lovni birinchi to'lovni qildingiz, sizning qo'lingizga kadastr hujjati kelib tegdi. Chunki kadastr hujjatini siz qo'lingizga tekkandan keyin u quruvchi tashkilot realtorga aniq agentstvasini to'laydi. Keyin 4% DLD'sini to'laydi. Kadastr keyin o'sha to'lagan summasi kamayib ketib qoladimi? Застройщикka kamroq pul qaytmaydi. Tushunarli.
lekin bitta yo'li bor. Men shu narsani aytib ketay, bu ochiq bor narsa. Aha. Bitta yo'li bor. Masalan, siz olgan narsangizni yoqtirmadingiz. O'sha pulni o'sha застройщикda muzlatib turishingiz mumkin. Ha. 5 oy, 6 oy. Depozitda. 5 oy, 6 oy. 5 oy, 6 oydan keyin sud orqali undirib olsangiz bo'ladi. Yoki 5 oy, 6 oyda ichida. Bu joylarga e'tibor beringlar. Menda bunaqasi bo'lgan, sud orqali qaytarib olib berganman. Даже 8 oydan keyin ham pulni qaytarib olib berganman. To'lov qilib qo'ygan, lekin xohlamaydi, davom ettirmoqchi emas. Bunaqasi bo'lgan. Olib berganman qaytarib. Qarang, siz aytyapsizki, muzlatib qo'yib keyin qaytarib olsa, lekin komissiyalari berib bo'lgan-ku. O'sha olib qoladi. Berilganlarini olib qoladi. Ha, berilganlar, chunki minus qilib tashlaydi. Yatta admin fee ham qo'shiladi 2%. Masalan, 4% agentstvoga berib yuborgan bo'lsa, 4% olib qoladi, 2% admin fee olib qoladi, keyin 4% DLD ham qaytmaydi. 4% DLDsi ham qaytmaydi. Keyin qolgan summasi qaytadi. Lekin ularni ham, masalan, qaytarmaslik, ularni ham saqlab qolishning bitta yo'li keyinchalik masalan birorta loyiha chiqadigan bo'lsa, birorta o'shanga to'lov. O'shundan olib turib, o'sha loyihaga o'tkazib qo'yish. Bu juda ham yaxshi. Menimcha o'ylayman, broker bu yerda eng yaxshi shuni qilgani yaxshi. O'shuning uchun boshida aytdimki, qonunni yaxshi o'rganish kerak agentlar. O'zidan inisiativa chiqarib gapirib yubormaslik kerak. Gaplaringizdan shuni tushundimki, broker avvalambor ham yurist, 4-5 ta jihatda o'ziga jamlash kerak. Majburda. Da, shundan keyingina birovning investitsiyasiga o'sha orasiga aralashsa bo'ladi. Lekin men o'ylaymanki, hozirgi brokerlarimizda ko'proq sotish, men ko'p mana shu bizani o'zimizni foydadorlar bor. To'g'ri, bilaman, o'qish kerak. Lekin hujjatda o'qishgacha bo'lgan davrda brokeri o'ta maslahati ketadi. Tushuntirishga boshlaydi, eng zo'ri bu, hamma chiroyli gaplar sizlarga degandan keyin ko'plari, shuningdek bo'laylik, ko'plari o'qimasdan qo'l qo'yishadi. Ko'plari даже tushunmasdan qo'l qo'yishadi. 95% o'qimaydi. Yashang. Ana o'sha uchun bu siz qo'l qo'yib bo'lgan hujjatingizdan keyin sizni pulingiz hech qachon qaytarilmaydi. Agar sizga hozir brokerlar xuddi shunaqa va'dalarni berayotgan bo'lsa, bu haqiqat emas. Keyin shtraf haqida aytib ketdingiz, o'sha shtraf to'g'risida aytsangiz. Quruvchini oylik to'lovi keladi-yu. Bu oydagina to'lamadingiz. Sizga bir oy vaqt beradi to'lab qo'yish uchun. Belgini o'zi berar ekan uni? Ha, sizga bir oy vaqt beradi. Bir oy vaqt ichida o'sha masalan 3% mi, 1% mi to'lovingiz keldi, o'shani to'lamadingizmi, keyingi oyga o'tib ketib qoldimi, o'sha to'lamagan summangizdan 1% shtraf yozib qo'yadi. To'lamagan oyingizni 1%. To'lamagan oyingizga 1% shtraf yozib qo'yadi. Bizga shunaqa ma'lumot berildi. Endi qurilish kompaniyasini aytmayman, sales menejerga chiqyapti, bizga shunaqa ma'lumot. 1 yil bormi? 1 yildan mana 1 yil stalment to'laysiz-ku, muddatli to'lovingizni 1 yilidagi summani 1% keladi dedi. Noto'g'ri. O'sha to'lamagan oyingizni 1%. O'sha to'lamagan oyingiz 1%, lekin uni ham o'sha shtrafni ham oldirib tashlasa bo'ladi. Oldirib tashlasa bo'ladi. Men juda ko'p bo'ladi. Qanaqa qilib oldirib tashlaymiz, Jasur deydi. Aka, men keyingi oyi keladi to'lov. Bu albatta malaka. Yana bir marta aytaman, bu malaka bo'lish kerak. Bu hozir aytayotganlarini hozir havaskor yoki yangi kelayotgan brokerlarga juda ham qiyin bo'ladi. Bu malakalar bilan yig'iladi. Men qanaqa qilib o'sha narsani olib tashlasak, chunki u bizga ko'pchilik bizda O'zbekistonda, ayniqsa o'zbeklar menga harom deydi u. U puldan pul chiqarib qo'yibdi deydi. Bu ribo deydi ko'pchilik. Qanaqa qilib olib tashlasak bo'ladi buni, Jasur deydi. Keyin mana to'lamagan oyi bor, keyin kelayotgan oyi bor, undan keyingi oy bor. Ana mana shu 3 dan to'lab bera olasizmi deyman. Mana shu 3 dan to'lab bering deyman. Men mana bu narsani oldirib tashlayman deyman. Imkoni bor, olib tashlaydi. Застройщикка email yozib oldirib tashlasa bo'ladi. Bo'ladi. Keyin ana hozir ribo haqida gap ketib qoldi. Hozir tushuntirib ketmasam ko'pchilikda savol bo'lib qoladi. Hijriy SPA degan narsa bor. Hijriy dokument degan narsa. U ham bor. Uyni sotib olganingizda xohlasangiz hijriy qilib sotib olasiz. Unda shtraf bermaydi. Mana shu joylariga e'tibor beramiz. Juda ham zo'r. U hijriyni qanaqa olinadi? Tartibi. Yo'q, u o'zingizga havola. Hijriy qilib bersangiz bo'ladi. Hijriy qilib bersangiz hijriy qilib beradi. Lekin u hijriy qilishda bitta riskovinni tomoni 6 oyda yo'q to'lamaydigan bo'lsangiz uyingiz qaytib ketadi, pulingiz qaytmaydi. Yo'q, qaytib kechasiz, pulingiz qaytadi. Pulingiz qaytadi, kechasiz. Boyagi yo'lda yana. Yo'q, hijriyda anaqa qiladi. Pulingiz 100% qaytadi. 100% qaytmaydi. Mana agentstvalar anaqalar hamma anaqalari xarajatlari chiqib ketgandan keyingi summasi qaytadi. Lekin u ham sud orqali bo'ladi. Hijriy qilmaslikni nima uchun ko'pchilik hijriy qilmaydi desangiz, hijriy qilmasangiz aka ko'pchilik anaqa застройщикlardan email oladi-da. Agar to'lamasangiz 2 oydan keyin uyingiz cancel bo'lib ketadi. Agar to'lamasangiz o'sha qat'iyan ko'rishadi. 2 yilda ham cancel qila olmaydi.
Застройщик 2 yilda ham uy olib qo'ya olmaydi. Hali uy bitmagan. Bitgan bo'lsa ham olib qo'ya olmaydi. Ha, Siz уже baylashib to'lamagansiz. qo'ydingiz unga. Masalan, 40% to'ladingiz, qolganiga уже to'la olmadingiz. Palonchi akam uyni oldilar, 40% to'ladilar, keyin kirib ketib qoldilar. Keyin bu yog'iga oilasi to'la olmaydi uni, masalan. Keyin akam 2 yildan keyin chiqdilar. Kelsa turgan bo'ladi uyi. Mana juda ham shuning uchun biza men sizga avvalambor juda ham bir minnatdormiz, chunki bizga ancha-muncha ma'lumotlar kelyapti. Biz albatta bu muxlislarimiz sizni juda ham qo'llab-quvvatlaydi va imkon bo'lsa biz sizlarni kontaktini ham qoldirishga harakat qilamiz. Hozir agentlar menga yozishni boshlaydi, hate qilishni. "Qizsan qatdan olib gapiryapsan bu gapni" deydi. Boshimdan o'tmaganda gapirmasdim. Albatta bu endi ularsiz nima deydi? Yaxshi daraxtga ko'p olma otiladi. U gap unda emas. Chunki haligi agent bir xilga agentlar bor, masalan, klient 10% ni to'lab qo'ygan. Qolgan 10% ni to'lagandan keyin 20% bo'lgandan keyin komissionnisini oladi. Haligi agent haligi klientni push qilib tashlaydi. Aka to'lamasangiz uyingizni cancel qiladi, pul qolib ketadi, vahima qilib tashlaydi. Foydasi nima? Tezroq to'lasa komissionnisini olsa. Albatta. Menda xuddi shunaqa prosesdan o'tganman. Siz sotuv strategiyangiz bor o'zingizda. 6 yil, balki undan oldin ham siz o'sha strategiyangiz bilan yurgansiz. Hozirgi paytda u strategiyangiz ancha takomillashgan va o'sha yaxshi natijalar beryapti. O'sha strategiyangizni bizaga sir bo'lmasa, qaysi tartibda shu сделкалар yopilishingiz va uy sotishlaringizni etsangiz? Birinchi klientni o'rganish, nimani xohlayotganini aniq bilib olish, budjetini bilib olish, keyin tavsiya qilish. Oldin budjetini bilganingizdan keyin o'sha ancha loyihalar anaqa bo'lib qoladi, short list bo'lib qoladi, ozayadi. Bu demak bu qimmat, bu yomon, bu chatoq. Avvalo klientni bilib olganingizdan keyin o'sha siz bilib qolasiz. Keyin klientni talabidan kelib chiqib tavsiya qilish. Klient talabidan tavsiya qilish, keyin tavsiyalaringizdan keyin o'sha mijozda o'sha loyihaga qiziqtirish uyg'otish. Qiziqqandan keyin o'sha narsa yoqib qolgandan keyin o'sha inson bilan iloji boricha yoki zoom callda yoki o'zi shatda bo'lsa olib borib ko'rsatish proyekt. Chunki o'zbek endi hammada bor bu narsa, ko'rsa o'shasi ishonch hosil qiladi. Shoshilmaslik. Umuman shoshilmas. Strategiya ham menimcha shu bo'lsa kerak. Birorta inson bilan biror narsani sotayotgan bo'lsa, biror narsa tavsiya qilayotgan bo'lsa, o'sha inson yana qaytib menga aloqaga chiqmaguncha men bezovta qilmaslikka harakat qilaman. Unaqa qilmaysiz. Lekin siz to'g'ri bordingiz. Hamma kriteriyalarni hamma joy bo'yicha bo'ladi. Ko'p bo'ladi bunaqasi. Klientga nima yaxshi bo'lishini mayli ukam olamiz deydi-ku bir xil payt. Mana shunaqa bo'ladi. Mayli endi nima ham derdik degan. Yo'q, sotmayman. Savdo qilmaysiz. Yo'q. Chunki boshidan yoqtirmadimi, o'sha keyin muammolar kelib chiqishni boshlaydi. To'liq qilgandan keyin uka pulni qaytaraveraylik. Ne to'g'ri o'zbeklarda, butun dunyoda shunaqa. Brokerlikda faoliyatingizda eng oltin qoida aldamaslik. Yolg'on gapirmaslik. Chunki u odam sizga ishonib keladi. Eng yomoni haligi ishonayotganini bilib turib yolg'on gapirishdi. Bu juda ham og'ir narsa bo'ladi. Og'irlik mavzu bu juda ham og'ir. Yolg'on gapirmayman. Iloji boricha hamma bu narsadan qochgisi keladi. Endi haligi bo'lib qoladi, birorta bir masalan savol haligi gap telefonda gaplashayotganimizda savolni orasida ayrim narsalarni aytsa aniqlamasdan turib javob berib yuboraman. Masalan, men bilamanki o'sha rayon, masalan, bo'ldi, ukani servis charji bor-ku deydi. O'sha per square feetga necha pul deydi. Men sразу именно o'sha loyihani o'qimagan bo'lsam 15 dirhamda yuboraman. Keyin topib turib, застройщикdanmi o'sha topib turib, aka haligi narsasi muncha ekan deb aytib qo'yaman. Biza endi Dubay bozoridamiz. Dubay bozorida quruvchi developerlar ichida har bir quruvchi o'zini alohida jihatlarga ega. Har bittasida bor bu narsa. Masalan, bittasi konditsioner qiladi balkonga, bittasi basen qiladi, bittasi zo'r to'la uslubini qiladi. Siz mana shunday qanday bir usullarni qo'llab-quvvatlaysiz? Mana quruvchilar tomonidan. Qaysi hozirgi paytda bozorga juda ham yaxshi kirib kelyapti? Hozir to'lov plan, payment plani. To'lov planida ko'proq savdo bo'lyapti.
bozor aynan o'sha joylarda yaxshi qizyapti. Kim to'lov planini yaxshi qilsa, odamlar o'shunga qarab yuradi. Chunki oldingi bozorda ajotajali ko'pchilik kim как попало olib tashagan-ku, hozir уже smart aqlli oluvchilarda o'zini keladigan summasini oldin hisoblab chiqib, men bir oyda qancha pul bunga o'tkazalaman deb hisoblab chiqib turib sizga keladi. O'shuning uchun payment plani yaxshi bo'lsa, menimcha savdosi, savdosi yaxshi. Juda ham tushunarli. Hozirgi paytda brokerlar bozorga kirib kelyapti. Endi bilib olganmiz, biza sotsial set, ijtimoiy tarmoqlarga tarqatadi, klient keladi, u сделка yopiladi. Va qaysidir payt kelgandan keyin bu сделкаlar yana bo'lmagandan keyin u bozordan sekin chiqishni boshlaydi. Shunaqa voqealarga siz qanaqa qaraysiz? Bu o'zi kasb bo'lib qolish kerakmi yoki inson yana boshqa joyga adaptatsiya qilib ketish kerakmi? Bu soha shunaqa sohaki, bu sohada ishlagan odam keyin biror joyga kirib turib ishlashiga men ko'zim yetmaydi. Butun nonini yegandan keyin juda qiynaladi boshqa sohaga o'tib ishlab ketgani. Lekin agar masalan social mediadan klientlar kelib turibdi, hozir ishlab turibdi, uy sotyapti, keyin ertaga masalan tasavvur qiling, O'zbekistonda yoki boshqa joyda Instagram blog bo'lib qoldi. Uni alternativ yo'llarni axtarish kerak. Bu bizda hozir ham shunaqa menimcha, anaqa TikTok yo'q. Masalan, Xitoy bozori WeChat bor. WeChat bor. WhatsApp bor. WhatsApp marketing anaqa bor. Bilasiz, WhatsApp kampaniya qilsangiz bo'ladi. Masalan, 2000 ta 3000 ta odamga WhatsApp sizni nimangizni chiqarib beradi. Ko'rdim. Alternativ. Bizda O'zbekiston faqat YouTube, Instagramga yopishib olganmiz xolos. Uni alternativlari juda ko'p. Google bor, Google Ad bor. Shuning uchun boshqa yoqqa adaptatsiya bo'lib ketgandan ko'ra mana shu sohani mahkam sho'rsin. Mana shu sohada qolgan. Mana shu sohada yaxshi. Chunki chiroyli kiyinib, ozoda kiyinib, albatta, har kungi shu narsalari bor. Albatta. Rahmat sizga, Jasur aka, Jasurbek Mashrapovich. Vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun, juda ham ma'noli suhbat qurganimiz uchun va bizga kerakli bo'lgan bu yerda ko'p narsalar bor va albatta bizani ko'rayotgan brokerlarga ancha-muncha maslahat bo'ldi. Albatta bundan keyingi mehmonlarimizga bitta savol qoldirishingiz kerak. Ular ham xuddi shu sohada, lekin siz bitta savol qoldirishingiz kerak. Bitta savoldan keyin bitta anaqa o'zimni bitta gapimni aytib ketsam. Albatta. Bu podkast men uchun birinchi podkast. Bu o'zimni anaqa qanaqangi noto'g'ri shakllangan bo'lsa, bu sizning fikringizni mahsullaridan. Uni to'g'ri tushunasizlar, chunki mikrofon bilan kamerani ro'parasida o'tiradigan odam emasman, lekin sotsialniy odam bo'lganim bilan ROI bilan ROI da nima farqi bor? ROI bilan ROI ni farqi nimada? Albatta keyin kelgan uni yozib ko'rsatsangiz tiniqroq bo'ladi. Albatta. Albatta biz qoldiramiz. ROI da nima farqi bor? Farqi bor. Agentlar u albatta biz keyingi mehmonimizga bu savolni albatta siz tomonidan yo'llaymiz va shunaqa bizga shunaqa bir sharoit, atmosfera yaratib bergan Leos kompaniyasiga juda ham o'zimiz katta minnatdorchiligimizni bildiramiz va xudo xolasa keyingi podkastlarimizda albatta siz bilan uchrashguncha deb qolamiz.